Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8-ci ayının 13-cü günü Peyşənbə. Həmmanlarning shu vaqtda xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bo'lsin. Bu yıl 11-ci ayının 13-cü günüdən 14-cü günügacha Çexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-ci növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Bu növbətlik qurultayning vakilligi uchun 30 ga yaqin davlatdan nomzodlik iltimosi sunganlarning umumiy tizimligi 7-ci növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining asosli mas'ullari, qurultay raisligi, qurultay taftish hay'ati va qurultay ishki ishlar komiteti tarafidan oxirgi qitim ko'zdan kechirilib, nomzodlik shartini o'rinlagan jami 295 nafar kishining nomzodlik salohiyati rasmiy ma'qullandi va ularning tizimligi har qaysi allarda tasdiqlangan vakil saylash komitetlariga va qurultay tarkibidagi tashkilotlarga yetkazib berildi. 7-ci növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komiteti bu növbətlik qurultayning rasmiy vakillarining umumiy sonini 200 nafar qilib bekitdi. 8-ci ayının 22-ci günüdəki vəkil sayılımıda 295 nəfər vəkil namzatı içidən bu 200 nəfər rəsmi vəkil sayılıb çıxılıdı. Hər qaysı əllərdə təsdiqlanan vəkil saylaş komitetləri və qurultay qarmaqidagi təşkilatlar 8-ci ayının 22-ci günü ötküzülüdüğən vəkil sayılımının konkret usulunu özdürüb turuşluq dövlətlərinin əməli əhvalığı qarab bekitib çıxıdı. Bu növbə sayılıb çıxılğan rəsmi vəkillərinin tizimliki 9-cu ayının 1-ci günü qurultay tayyorlik komiteti tərəfindən elan qılındı. Hazırqı 6-cı növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyi vəkillərinin vəkillik salohiyati bütün dünya miqyasida bir tutaş halda vəkil sayılımı ötküzülüdüğən 8-ci ayının 22-ci günü rəsmi axırlaşıdı. Növbətdəki qurultay rəhbərlik heyətinin vəzifə ötəş müddəti bolsa 11-ci ayının 13-cü günüdən 14-cü günügacha Çexiyaning poytaxti Pragada ötküzülüdüğən 7-ci növbətlik Dunya Uyghur Qurultiyining rəhbərlik sayılımına qədər davam qıldı. 7-ci növbətlik qurultayning tayyorlik xizmatlari uchun 9 avgustdan etiboran Çexiya poytaxti Praga shahrida 3 kunlik ziyoratda bo'lgan Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim bu jarayonda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining Çexiya parlamentida qabul qilinishida boshlamchilik rolini o'ynagan Çexiya parlamenti davlat mudofaa va bexatarlik komitetining raisi Paul Fischer qatorliq bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishib, ularga butun Sharqi Turkiston xalqi nomidan takrar rahmat aytish bilan birga, ulardan Amerikaning Çexiyada sharoit hozirlab berishini talab qildi. Bu qitimga ko'rishda parlament a'zosi Paul Fischer apandi Dolqun Aysa apandimga qilgan so'zida butun Sharqi Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunya Uyg'ur Qurultiyining 7-ci növbətlik vakillar qurultiyining Çexiyada o'tkazilmoqchi bo'lganligidan alayda mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, bu növbətlik qurultayning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatadiganligini bildirdi. Dolqun Aysa apandimning tashabbusi va iltimosi bilan Chexiyadami ba'zi parlament a'zolari va Chexiyadagi bir qism kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan tarkib topgan 7-ci növbətlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga tayyorlik qilish guruhi qurib chiqildi. Dolqun Aysa apandi bu qitimga Chexiya ziyorati jarayonida yana Amerikaning Chexiyadagi muvaffaq bosh elchisi Jennifer Box xonim bilan uchrashuv o'tkazib, uningga Uyg'urlar masalasining yangi yuzlanishi, shundaqla bu yil Sharqi Turkiston Jumhuriyat kuni Chexiyada o'tkaziladigan 7-ci növbətlik qurultayning tayyorlik xizmatlari haqida ma'lumot berish bilan birga, uni va Amerikaning Chexiyadagi elchixonasining boshqa mas'ul xodimlarini 7-ci növbətlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining ochilish murosimiga sharaf mehmoni sifatida qatnashib berishga taklif qildi. Dolqun Aysa apandimning istansimizga bildirishicha 11-ci ayının 13-cü günüdən 14-cü günügacha Çexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7-ci növbətlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga qurultayning rasmiy vakillari bilan kandidat vakillar taklif qilingandan sirt yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan davlatlarning parlament a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislar, Chexiya hukumati va parlamentining mas'ullari, Dunya Uyg'ur Qurultiyi bilan yaqindan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, shundaqla jazo lageri shohidlari sharaf mehmoni va kuzatuvchi sifatida alohida taklif qilinadi va 3 kunlik yig'in jarayonida Sharq Turkiston milliy harakatining bundan keyin yo'lga qo'yiladigan strategiyasi va plan programmalari haqida yangi o'rinlashtirish ilib beriladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining istansimizga bildirishicha xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9-ci ayının 10-cü günüdən 13-cü günügacha Londonda o'tkaziladigan 2-ci qitimlik sotiga yangi dalil isbotlarni to'plash va sotga zarur keraklik bo'lgan taxminan 100 ming Amerika dollari uchun iyona to'plash xizmatlari muvaffaqiyatli oxirlashgan. Bu yil 6-cı ayının 4-cü günüdən 7-ci günügacha Londonda o'tkazilgan tunji navbatlik sot mezgilida Angliyaga kiradigan har qanday bir kishini bir haftalik karantin ostiga ilish va bu jarayonda 3 qitim korona testidan o'tkazish tizimi yo'lga
qo'yilgani uchun sotda guvohlik berguvchilarmi bir hafta burun Angliyaga kelishga majbur bo'lgan. Uning ustiga Xitoyning tahdidlari tufaylidan alohida bexatarlik tadbirlari yo'lga qo'yilib, sot o'tkazilgan zal o'rin olgan butun bino maxsusli sot uchun kiralangan. Bu sababdan tunji navbatli sotning chiqimi aslidagi plandagidan zo'r darajada eshib ketgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi iqtisodiy jihatdagi bu bo'shliqni to'ldirish va oldimizdagi ikkinchi qitimliq sotning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun yana qayta chet ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz orasida sotga iyani to'plash safarbarligi boshlatgan edi. Har qaysi ellardagi vatansuyar qarindoshlarimiz Dunya Uyg'ur Qurultiyining chaqiriqiga qizg'in ovoz qo'shdi va hozirga qadar sot uchun zarur kerakli bo'lgan taxminan 100 ming dollarlik pul to'planib, Uyg'ur sud kollegiyasining ishlatishiga topshirib berildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi va arzi bilan o'tgan yili 9-oyda qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda xalqaro qonuniy tartiblarga mos holda intayin yuqori saviyada muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi har qaysi ellarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizga zo'r darajada ilhom va umid baxsh etgan bo'lib, hozirga qadar ko'plagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bas-basda qurultayga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9-oyning 10-kuni chaqiriladigan 2-navbatlik sotda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu qitimliq sotda guvohlik beradigan Sharq Turkistonlik shohidlarimizga ziyonkashlik va psixologiyalik hujum qilishining oldini olish uchun toki sot boshlangan kuniga qadar butun shohidlarimizning salohiyati maxfiy tutiladi. Chunki Xitoy hokimiyati tunji qitimliq Uyg'ur sotining boshlanish harpisida sotda guvohlik berishga hozirlanayotgan lager shohidlarga qaratgan psixologiyalik hujumlarni alohida kuchaytgan. Xitoyning bexatarlik organlari lager shohidi Sayragul Savutbay xonimga bevosita telefon qilib tahdid solgan. Sotqa bir kun qolganda lager shohidi Qalbinursida xonimning vatanda ajrashib ketgan erini ekranda so'zlatish orqali tunji navbatlik sotda birinchi bo'lib guvohlik berishga hozirlanayotgan Qalbinursida xonimning kayfiyatini buzishga uringan. Sotdan keyin mustabid Xitoy hokimiyati yana tunji navbatlik sotda guvohlik bergan shohidlarning hammasining degudek vatandagi urug' tuqqan va tonish bilishlarini majburiy ekranga chiqarib bir-birlab so'zlatish orqali shohidlarning bergan guvohliklarini butunlay yolg'onga chiqarishga uringan. Mustabid Xitoy hokimiyatining sotda guvohlik bergan shohidlarning urug' tuqqanlarini go'raga ilib olib, majburiy so'zlatishdek bu xil razil qilmishi chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan, muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning qattiq nafratini qo'zg'agan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining stansimizga bildiruvchi Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-qitimliq sotiga taklif qilinadigan chet ellik guvohchilarning hammasi degudek xalqaroga tonilgan qonunshunos va advokatlardan tashkil topadi. Bu navbatlik sotning ommaga ochiq bo'limi 3 kun bo'ladi va sotning 4-kuni Uyg'ur sud kollegiyasining baholash hay'ati o'zining ishki yig'inini o'tkazib, bu 2-qitimliq sotda o'ttirga tushgan dalil isbotlar asosida qonuniy analiz ilib boradi. Uyg'ur sud kollegiyasining 9-oyning 10-kunidan 12-kunigacha o'tkaziladigan 2-qitimliq sotining ommaga ochiq bo'limining butun jarayoni yana sizlar ko'rayotgan Qurultiyi tor televiziyasi orqali naq maydondan tarqatiladi va sotda guvohlik beradigan chet elliklarning so'zlari bevosita holda Uyg'urchaga tarjima qilinadi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Ayza apandi bugun stansimizga qilgan so'zida 2-qitimliq sotning texmi ko'p shohidlarning qatnashishida muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga ishosh bilan qaraydiganligini ifoda qilish bilan birga dunyoning har qaysi ellardagi bo'libmi Yevropadagi qarindoshlarimizni agar imkoniyati yor bersa 9-oyning 10-kunidan 13-kunigacha Londonda o'tkaziladigan 2-qitimliq sotiga kuzatuvchi sifatida qatnashishga chaqirdi. Baltiq dengiz bo'yidagi 3 millionlik nopusga ega Litva Cumhuriyeti bu yilning mart oylarida Xitoyning besimlarga parvo qilmagan holda Xitoy tarafidan Yevropani parchalash maqsadida qurib chiqilgan o'yatda qo'shilgan bir ittifoqidan chekinib chiqib, ham Xitoyni ham Yevropani hayron qoldirgan edi. Bu davlat yana Xitoyning qattiq qarshi chiqishiga qaramay bu yil 19-may Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirish siyosatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilib, Xitoyning jiniga tekkan edi. Bu qitim u Tayvanning Litvada Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishiga ijozat bergan. Natijada Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabati zo'r darajada buzilgan. Litva o'tgan oyda bu yilning kuz fasligacha Tayvanda vakolatxona quradiganligini va Tayvan bilan har turli savdo hamkorliklarini rasmiy boshlaydiganligini jakarlagan edi. Fransiya ovozining 10-avgustdagi xabarda bayon qilinishicha, Tayvanning Litvada Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishidan ilgari Xitoy taraf Litva hukumat doiralari bilan qayta suhbat ilib borgan hamda buning ikki davlat manfaatiga ziyonli ekanligini takror eskartgan. Holbuki Litva Xitoyning tahdidlariga pisat qilmagan. Tayvanning poytaxti Riga shahrida Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishiga ijozat bergan. Buning bilan Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatini krizisga paturishga jur'at qila olgan tunji Yevropa davlati bo'lib qolgan. Xitoy hukumatı 10-avgust yozma bayonot e'lon qilib, Litvadagi elchixonasini qaytarib ketadiganligini jakarlagan hamda Litvaning Xitoydagi elchisini qaytarib ketishini talab qilgan. Xitoy bayonotida mundaq degan:
Litva hökuməti Xitayning qayta-qayta söhbətləşi və ortaq mənfəətini köydürməslik toğrısındakı agahlandırışlarına qaramay, Tayvan dairələrinin Litvada Tayvan degan nomda vakolatxana qurishigə icazət berdiganligini jakarladı. Bu ikki davlatning diplomatik munosabat qurish ahdnomasining ro'yiga tamoman xilof. Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligiga qilingan og'ir darajadagi ziyonkashlik. Xitoy hukumatı buningga qat'iy qarshi turdi. Biz Xitoyning Litvadagi bosh elchixonasini qaytarib ketishni qaror qildik va Litvaning Xitoydagi bosh elchixonasini qaytarib ketishini talab qilamiz. Ma'lum bo'lishicha 1940-yili Baltiq dengizi bo'yidagi Litva, Latviya va Estoniya qatorliq qo'shnilari bilan birlikda sobiq Sovet ittifoqining mustamlikasiga aylangan va kommunizmning zulmini yetkicha tortgan. Litva 1990-yili 11-mart kuni mustaqillik jakarlagan. Litva mustaqil bo'lgandan keyin hozirgacha dunyodagi mustabidlikka qarshi kurashda oldingi safdan o'rin olib kelgan bo'lib, u Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi Xitoy tahdidiga qarshi maydoni eng mustahkam bir davlat hisoblanadi ekan. Yangi Zelandiya parlamentining a'zolaridan Louisa Val va Simon Connor birlikda Yangi Zelandiya bosh ministri Jacinda Ardern va tashqi ishlar ministri Nanaya Mahotaga maktub yo'llab, Yangi Zelandiya hukumatining Magnitskiy qonunini ijro qilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sherik bo'layotgan Xitoy amaldorlari va Xitoy shirkatlarini jazolashga chaqirgan. Mazkur maktub yaqinda Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar birlashmasining tor betida e'lon qilingan bo'lib, maktubda Xitoy hukumatining navbatda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligining ko'plagan faktlar o'tirg'i chiqyotdi. Amerika qatorliq davlatlar bu qirg'inchilikqa sherik amaldorlarga jazo e'lon qilayotganda, bizning mushundaq bir qonun loyihasini qo'llanishimiz zarur bo'layotdi deyilgan. Maktubda yana alohida qilib Yangi Zelandiyaning dunyo demokratiyasini himoya qilish majburiyatining borligi. Xitoy hukumati mushundaq oshkor holda insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilayotganda, Yangi Zelandiya hukumatining buningga qarshi qonun tadbirlarini qo'llanishi lozimligi ta'kidlangan. Wall Street jurnali gazetining 9 avgustdagi xabarida aytilishicha, Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi g'oyasur kevezliklarda izchil davom qildirayotgan majburiy emgak amaliyotda dunyoni ta'minlayotgan paxta mahsulotlarining zo'r bir qismini tashkil qiladiganligi uchun Amerika hukumati Xitoy hukumatining bu xildagi majburiy emgak siyosati bilan bog'lanishli bo'lgan mahsulotlarni import qilmaslikni jiddiy o'ylashmoqda ekan. Buning yana pomidor mahsulotlarimi muhim salmoqni egallaydi ekan. Xabarda aytilishicha, navbatda Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni dal bu jihatdagi muhim qurol ekan. Xalqaro emgak haqlari birlashmasining raisi Scott Nova bu vaqtda so'z qilib, bu qonun loyihasi Amerika tamojnisi uchun kuchli qurol bo'lib qoladi degan. Yana kelib Biden hukumati Xitoy bilan bo'lgan kelgusi savdo faoliyatlari uchun yangi siyosat tuzish bilan mashg'ul bo'layotganda, bu qonun loyihasi Uyg'urlarni majburiy emgakka selish qilmishini cheklashda muhim rol o'ynaydi ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Katerina Tay bu vaqtda so'z qilib, bizning mehnatkashlarni markaz qilgan savdo siyosatimiz ularning haqlarini tangsiz savdo va kishilik huquq dafsandichiligidan himoya qilish rolini o'ynaydi degan. Xitoy hukumati izchil Sharq Turkistondagi majburiy emgakni inkor qilib kelayotgan bo'lib, Xitoyning Amerikadagi elchixonasi bu vaqtda so'ralgan savollarga qarata, Xinjiang masalasi butunlay bizning ishki ishimiz. Amerika hukumatining bu vaqtda siyosat belgilash huquqi yo'q degan. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon Sharq Turkistondan chiqadigan paxta mahsulotlari har qaysi sohaning zo'r diqqatini qo'zg'ayotgan bo'lib, bu vaqtda texmo qattiq bo'lgan tadbirlarning elinishi ehtimolga yaqin ekan. Washington Postasi gazetining 9 avgustdagi obzor maqolasida aytilishicha, 21-asrda jazo lageri qurayotgan hamda Tayvan va Avstraliyaga tahdid solayotgan Xitoyning yana bir qitim olimpik musobaqasi o'tkazishiga hargizmi yo'l qo'yishga bo'lmaydi ekan. Abdur Salli Jenkins maqolasida ayni vaqtda dunyo jamoatining Xitoy boy bo'lsa erkinlikka yuzlanadi degan qarash bilan Xitoyga turli fursatlarni, jumladan 2008-yildagi olimpik musobaqasining sohibxonligini taqdim qilganligini tanqidlaydi. Shuningdek, bizning hamda bu qitimqi olimpik musobaqasini diplomatik boyqut shaklda emas, to'liq boyqut shaklda boyqut qilishimizning vaqti yetib keldi deydi. Abdur maqolasida alayda eskartgan bir nuqta 1936-yildagi Berlin olimpik musobaqasining oldi keynidagi musobaqani boyqut qilish chaqiriqlari bo'lgan. Oningda aytilishicha, ayni vaqtda Gitler olimpik musobaqasidan keyin yahudiylarga ziyonkashlik qilishning to'xtaydiganligini jakarlagan ekan. Shu vaqtda Amerika hukumatining Berlindagi bosh konsuli Joris Messermis Berlinda olimpik musobaqasi o'tkazish natsistlarning dunyoni bo'ysundirish orzusining simvolidir. Uni jazman boyqut qilishimiz lozim degan. Ammo shu vaqtda tantarbiyada siyosat mavjud emas degan qarash ustunlik qozonib, boyqut qilish chaqiriqlari amalga oshmagan ekan. Abdur shu ahvollarni eslatib, samirgan zaharlik yilonni uyga boshlaganda uy oxiri shuning bo'lib ketadi. Beijing olimpik musobaqasini qo'llash Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari hamda Xinjiangdagi qirg'inchilikqa mukofot berganlikka barobar deydi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.